Mobil qurilmangiz bojxona organlarida deklaratsiya qilinmaganmi? Uni my.gov.uz orqali onlayn rasmiylashtiring. Buning uchun bosh sahifadan bojxona bo'limiga o'tib, bojxona organlarida rasmiylashtirilmagan mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazish xizmatini tanlang. Xizmat tavsifi bilan tanishib, foydalanishni boshlang. Birinchi qadamda faqat ariza berilayotgan hudud ko'rsatiladi. Qolgan ma'lumotlar tizim tomonidan avtomatik to'ldiriladi. Keyingi qadamda qurilma IMEI kodlarini kiritib, tekshirish tugmasini bosing. Shunda qurilma tasnifi avtomatik aks etadi. Siz faqat uning xotirasi va holatini ko'rsating. So'ngra telefonda yulduzcha panjara 06 panjara kodini tering. Hosil bo'lgan IMEI kodlarini ekran tasvirini skrinshot qilib, tizimga yuklang va yuborish tugmasini bosing. Xatoliklarning oldini olish uchun ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib, arizani yakuniy tasdiqlang. Murojaat mas'ul tashkilot tomonidan 10 kun ichida ko'rib chiqiladi. Jarayonni portal orqali kuzatib borish mumkin. Ariza qabul qilingach, bojxona tomonidan shakllangan kvitansiya asosida, ya'ni QR kod yoki to'lov havolasi yordamida to'lovni amalga oshiring va natijani oling.